Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Yana sizlar bilan uchrashib turganimdan juda xursandman. Bugun mana chislomiz xo'sh. Mana bitta chislomiz ko'rsating. 10-iyul yozi qaynoq kunida mana shu texnikalarimizni sizlarga bitta obzor qilib ko'rsatib o'taman. Bular haqida ma'lumotlar berib boraman. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bularning narxlari, ishlash jarayonlari haqida ma'lumot berib o'taman. Avvalambor mana shu Akulamizni 308 modelidan boshlab olamiz. Bu modelimiz 308 model, yangi hisoblanadi. 2026-yil 06-oyda chiqqan. Bu zavoddan chiqqan sanasi, og'irligi 157 kg. Bu universalligi, bu donni ham yanchib beradi. 200 kilogacha donni yanchib, ulitka orqali mana shu siklondan tashab beradi. Va bu yoqdan ho'l xashak, quruq xashaklarni solsangiz maydalab beradi. Bular mana shunaqa 3 ta sitka va bitta yopiq sitkasi, xashaydiki bor, 4 ta sitka bo'ladi. Avtomatchalar bilan jihozlangan. Max motor bilan mana qo'yilgan, ko'ryapsizlar, 100% mis motor, Max motor qo'yilgan, tepasida datchikli. Ikkita remin bilan harakatlanadi. Mana 3 ta skorslik bo'ladi. O'rtadagi mana shu xalastoy xotda doningizni yanchasangiz bo'ladi. Mana bu joyga don solinadi va krishkasi ochiladi. Mana ochilgandan keyin donni bemalol yanchaverasiz. Va mana bu ikkita skors bilan xashaklarni maydalayverasiz. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari ham o'ziga yarasha narxlarda, dastavkalari ichida 7 million 200 bilan xonadoningizgacha kirib boradi. Kimga mana shu qiziq bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Zakazlarni qabul qilib, sizlarga bemalol dastavka qilib beramiz. Manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan. Ikkinchi drabelkamizga o'tamiz. Bu 408 model hisoblanadi. Og'irligi 165 kg. 2026-yil 6-oyda chiqqan. Bular 4 kilovatlik Max motor bilan jihozlangan, ikkita remin bilan harakatlanadi. Mana qopchalarida mana narsalarini bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Hali buni narsalarni qo'yganimiz yo'q, motorlarini. Mana shunaqa mana podshipnik balonlar bo'ladi, mana orqada ham aylanadigan balon va mana bunaqa podshipnikli balonlar bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, juda baquvvat balonlar. Mana shkiflar ichidan chiqadi. Ichida mana brendimizning futbolkalari bo'ladi. Mana shunaqa komplekt bo'ladi. Uzunligi bularning 2 metrga yaqin bo'ladi. 3 ta skorslik bular ham. Ho'l va quruq xashaklarni 1 soatda ho'l xashagini 5 tonnaga yaqin seliz qilib beradi poyalarni. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5 million 200 bilan dastavkasi ichida. Buni ukasi bor, eng kichkina modelimiz hisoblanadi, 208 modelimiz. Bular 220 da ishlaydi hammasi. Bu 208 modelimiz xuddi o'shani kichkinasi hisoblanadi. O'rtada yana bitta 308 modelimiz bor. Hozir tugab qolgani uchun buni obzor qilib bera olmaymiz. Kanalimizda uni ham ishlash jarayonlari bilan narxlari bor. Narxlarini yana bir aytib o'tib ketamiz hozir. Bu bunkeri sabzavotlar solish uchun mix qilib bu yoqdan xashak solib, bu yoqdan har xil sabzavotlarni solib o'tkazsa bo'ladi. Meva-chevalarni bundan solib, ikkalasini mikser qilib o'tkazsa bo'ladi. 4 kilovatlik motor bilan jihozlangan, tepasida datchikli, ikkita remin bilan harakatlanadi bular ham. Og'irliklariga keladigan bo'lsa, to'liq vazni 94 kilogramm. Narxi bularni 3 million 600 bilan dastavkasi ichida. Endi keyingisiga o'tamiz. Bunisi universal drabelka 500 ga 30 modelimiz hisoblanadi. Mana shu yilda eng trenddagi drabelkasi desam, adashmayman. Chunki buni ishlatadiganlar juda yaxshi biladi. Mana sitkalarni bitta ko'rsatib o'tamiz. 4 ta sitkasi bor. Bu hammasi donniki desa ham bo'laveradi. Ichida bitta xashaydiki turibdi. Zavodskiy o'zi ichida bo'ladi har doim. Olib borganda bu sitkasini qidirmaslik kerak. Ho'l quruq xashak o'tkazadigan sitkasi tayyor turibdi o'zida. Buni mana ko'ryapsizlar, og'irligi 101 kg bo'ladi. 4 kilovatlik motor bilan jihozlangan, avtomatchalari bor. Mana shunaqa ko'rinishda. Ikkita remin bilan harakatlanadi. Yopiq chang kirmaydigan podshipniklar bilan jihozlangan, yog'lanadigan. Bularni mana ko'rinishiga qarab bir xillar chal noqulay deyishi mumkin, lekin bu noqulay bo'lgan bilan xashakni o'tkazib ko'rsangiz juda ajoyib narsa hisoblanadi. Shuning uchun buni ishlatgan odamlar hozir yana so'rayapti buni. Qayta o'sha yetkazib berishga to'g'ri kelyapti. Narxlariga kelsak, bularning narxlari ham hamyonbop juda. Donaga bularning narxlari 3 million 200 bilan dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu nomlari bilan chiqsanglar, bizlar sizlarga qaysi drabelkalar haqida gapirayotganligimizni bilishimiz uchun sal e'tiborli bo'lamiz. Bu 500 ga 30 modelimiz hisoblanadi. Universal 500 ga 30 desanglar tushunib olamiz. Keyin mana pushka drabelkamizga yetib keldik. Bu pushka drabelkamiz ko'p odamga avval ham yoqqan yaxshi narsa bu ham. Juda ajoyib narsa, narxlari ham qulay.
Bizning har bir drabilkamizda mana shunaqa futbolkalarimiz chiqadi ichidan brendimiz bilan. 4 ta sitkalik, bu ham mana bitta, 2 ta donga, 2 ta xashakka. Bu pushka drabilkamiz 4 kilovatlik motor bilan jihozlangan. Mana motorlarimiz, avtomatchalari o'zida mana shunaqa balonchalik bo'ladi. Mana balonchasi bilan bemalol mana shunaqa yurgizib, u yoqdan bu yoqqa ko'chirish oson buni. Olib olgandan keyin bemalol tikka qilib qo'yib, mana shunaqa ishlataverasiz. Bu drabilkalarimiz xashaklarni, quruqlarini o'tkazadi va donlarni maydalab beradi. Buni narxi ham yonbob narxlarda bu ham. Bularni 2 million 400 million dastavkasi ichida. Agar yanada bitta emas, 2 talab oladigan bo'lsa, 2 million 300 ham qilib beramiz bularni. 2 ta oladigan odam uchun yana 100 mingdan qo'shib arzon qilib beramiz. Xuddi o'sha drabilkani mana shunaqa ko'rinishdagisi bu. Mana ko'ryapsizlar. Mana buni ham xuddi shunday futbolkalari. Tak, ichida hozir sitkalari, mana balonchalari, bolgaykachalari, hamma narsasi bor mana. Ko'ryapsizlar? Hozir sitkasini chiqaramiz mana. 4 ta sitkasi bor, mana upakovka holatda turibdi. Mana yonida mana don o'tkazish uchun tepasiga mana bu yerga qo'yiladigan mana shunaqa turadi. Mana ichkarisini ham bitta ko'rsatib o'raylik. Ichkarisida mana pichoqlarni bitta ko'rsatib o'raylik. Kuydirilgan po'lat pichoqlar bilan jihozlangan, akula jabrali bo'ladi mana. Mana xashaklarni tepaga otib yormaslik uchun, chiqazmaslik uchun akula jabra qo'yilgan. Mana pichoqlari juda ham o'tkir bo'ladi. Po'latdan o'tmasib qolmaydi. Mana molotoklari ham bor. Quyma maxavik. Quyma maxavigimiz 7 kilodan og'ir, salkam 8 kiloga yaqin maxavigimizning og'irligi standart hisoblanadi bu maxavik. Bundan ham og'ir qilish mumkin. Bundan og'ir qilsa motorga nagruska bo'ladi. O'shaning uchun motorning kuchiga yarasha maxavik qo'yilgan standart. Bular zavod Xitoydagi Bao kompaniyasiga tegishli. Motorimiz mana ko'ryapsizlar, turburchak kuchli motor qo'yilgan, tepasida datchikli. Bularning narxlariga kelsak, narxlari bularning ham juda ajoyib narxlarda. Mana parametrlarni ham bitta ko'rsatib o'rsak, mana 4 kilovatlik motor, qancha don chiqazishi, hammasi mana shunday ko'rsatilgan. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, 2,5 million bilan xudo xolasa xonadoningizgacha yoki tuman markazigacha yetkazib beramiz. Mana bu krishkalariga mana brendimiz mana shunaqa o'yib yozilgan bo'ladi, ko'ryapsizlar. Bao deb yozilgan. Bizning drabilkalar hammasi Bao kompaniyasiga tegishli, Xitoydan birinchi qo'l zavoddan o'zimiz mana shu Toshkentga kelib tushadi mana shu skladga. Bizning kanalimizda ko'rib borsanglar, mana shu yuklarimizni tushirish jarayonlari bilan tanishishingiz mumkin, to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Bemalol kanalimizga o'tib, obuna bo'lib, bizning ishlash jarayonlarimiz, mana shu yerda bo'layotgan jarayonlarimizni videoga joylab borganmiz YouTube kanalimizga. Kuzatib borsanglar, ko'proq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Keyingi drabilkaga o'tamiz. Keyingi drabilkamiz mana 3 ta sitka, ichidagi bilan 4 ta sitka. Bu mini tegirmon. 380 ga ishlaydigan mini tegirmon hisoblanadi. 380 ga ishlaydigan drabilkalarimizning eng kichkinasi hisoblanadi. Mana parametrini bitta yaqinroq ko'rsataylik. Model 4020 SV 9F 4020 modelimiz hisoblanadi. Mana ichki valda aylanishi 3400, 700 kilodan 900 kilogacha donni qayta ishlab beradi. 195 kilo og'irligi, 6-oy 2026-yil chiqqan. Monster drabilka deymiz buni. Kim agar bizlarga telefon qilib zakaz bermoqchi bo'lsa, Monsterda 7,5 kilovatliga desanglar tushunamiz. Bu 3 ta remin bilan harakatlanadi, 380 tokka ishlaydi, 7,5 kilovatlik motor bilan jihozlangan. O'litkalarni ko'ryapsizlar, baquvvat o'litkalar. Bular 900 kilogacha donni salkam un shakliga olib kelib beradi. Bemalol xo'jalikda yoki tadbirkorlik qilishingiz mumkin. Tadbirkorlikda mana shundan boshlasangiz ham bo'ladi. Bular narxlari ham donaga $900 bilan yetkazib beramiz. Xonadoningizgacha yetib boradi. Keyingi anaqa drabilkamizga o'tadigan bo'lsak, bu ajoyib narsani buni ishlatganlar bo'lsa, ko'rganlar bo'lsa juda yaxshi biladi. Bu tagida ilagi bor, sutani donidan ajratadigan apparat. Har qanday fermer agar yoki urug'lik makka ekkanlar bo'lsa, juda kerakli narsa. Sababi bu donni sindirmasdan isitadi. Umuman doningiz sinmaydi. Urug'lik makkayini bemalol ajratib, ilab, tozalab beradi. Bu tomondan sutani tanasini chiqazadi, u tomondan donlarni butunlay tushirib beradi. Chunki kanalimizga buni o'tkazish
chiroyli qilib video qilib qo'yganmiz, joylaganmiz, ko'rsatganmiz donni qanday anaqa ajratib berishini. Bironta donni sindirmaydi bu. XS ko'karadigan darajada qilib sut tozalab, keyin sutani tanasidan top-toza qilib ajratadi. Bironta donasi qolib ham ketmaydi. Endi eng asosiy joyga keladigan bo'lsak, bu 1 soatda shunday kichkinaligiga qaramasdan, oddiy 220 da ishlaydi. Kichkina bo'lgani bilan 1 tonnadan 1,5 tonnagacha sutni donni ajratib beradi. Doningizni 1,5 tonnagacha chiqarib beradi. Buni ishlash jarayonlari mana shu tepadagi ekranimiz tepasida turibdi, o'shani bossanglar, bemalol kirib ko'rishlaring mumkin. Mana shu ishlash jarayonini ko'rsatib berganmiz. Juda ajoyib chiqazib beradi. Motorlari mana 2 kilovatlik mis motor, ikkita remen bilan harakatlanadi. Juda sodda buni ishlatish. Oddiy rezitkada ishlatasiz. Juda ham hamyon bo'lib narxlarda bu ham. Narxlari bularni 3 million 200 ming bilan uyingizgacha kirib boradi. Navbatdagi endi bu granulyatorlarga o'tamiz. Granulyatorga keladigan bo'lsak, bu 3 ta fazada ishlaydigan 7,5 kilovatlik roliga aylanadigan granulyatorimiz hisoblanadi. Bu $1200 turadi bu. Bular ko'ryapsizlar, promay reduktorli bo'ladi ichkarida. Mana kardani yo'q bularda, kristalina qo'yilmagan. Bular 2026-yil model mashina holatda chiqqan. Roliga aylanadi bularni ko'ryapsizlar. Matritsa emas, roliga aylanadi. 7,5 kilovat, 380 ga ishlaydi. Bemalol 200-300 kilo soatiga don mahsulotlarini granular shakliga olib kelib beradi. Keyin mana ikki xil variantdagi 160 va 200 model granulyatorlarimiz bor. Bular 220 tokka ishlaydi, oddiy rezitkada. Bular soatiga 100 kilodan 150 kilogacha chiqarib beradi. Narxlari ham juda hamyonbop. Narxlarni aytishdan avval buni bitta tushuntirib ketaylik. Bu modelimiz matritsasi aylanadi, bu modelimiz roliga aylanadi. Ikkalasida ham qo'shimcha bittadan matritsasi bor podarkaga. Avtomatchalar, motorlar 4,5 kilovatlik mis motor hisoblanadi. Ikkalasi ham 200 va undan baland toklarga ishlab beradi xonadonda. Bular narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari buni 6,5 million so'm. Yo'q, nabarot, 6,5 million so'mga 6 million so'm dastavkasi ichida. Keyin bitta narsa, bular korobkaga mana bu yerga moy solinadi, har biriga mana korobka joyi bor bularni. O'sha korobka joyiga bularni 7 litrdan 8-9 litrgacha ikkoviga moy ketadi. Ichida moyi bo'lmaydi, bularga korobka moy solinadi, ishlatasizlar. Mana videolarimiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizlar kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bizlar kanalimizga obuna bo'lganlar juda yaxshi biladi. Bu texnikalarning har birini ishlash jarayonlari bor. Obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, bularni ishlash jarayonlarini kuzatsanglar, kimga ma'qul bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan. Bizlarda dastavkalar mutlaqo bepul. E'tiboringiz uchun rahmat deb qolaman.